meni bitta konsultatsiyam psixologni 10 ta konsultatsiyasiga teng keladi. Chet elda terapevt deb kimlar ataladi? Terapevt deb chet elda mana misolga mani направлением ong osti dasturlari bilan ishlovchi odamlar. Masalan, Erikson metodikasi bilan ishlovchilar, masalan, NLP metodikasi bilan ishlovchilar. Bular hammasi terapevtlar deb ataladi, chunki terapevt ong osti bilan ishlaydi. Psixolog ong bilan ishlaydi. Ong osti bilan ishlamaydi psixolog. Psixolog ong bilan ishlaydi. Nima uchun? Chunki ong fanda tasdiqlangan. Ong osti fanda tasdiqlanmagan. Ya'ni nimadir bor deyiladi, lekin aniq nima ekanligi topilmagan. Masalan, siz ongni aytishingiz mumkin, mana miying maytda joylashgan, onging maytda joylashgan deb misoliy aytishingiz mumkin-da, lekin ong osti qayerda joylashgan? Ko'rsatib bering-chi menga. Hech kim ko'rsatib bera olmaydi. Chunki u isbotlanmagan narsa, fanda tasdig'ini topmagan narsa. Ong osti dasturlari bilan ishlovchi mutaxassislar chet elda, albatta bu kvalifikatsiyaga ega bo'lgan mutaxassis, haligi 2 oylik kursni tugatib olib yugurib kelgan odam emas, o'qigan mutaxassis, masalan, men ko'p yillar o'qiganman bunga. O'qigan mutaxassis, bular terapevtlar deb ataladi. Ong osti dasturlari bilan ishlovchi terapevtlar deyiladi. Va biz psixolog emasmiz, bizni psixolog deb atamanglar, chunki meni bitta konsultatsiyam psixologni 10 ta konsultatsiyasiga teng keladi.